Qani karnay surnaylar, qani artist, qani raqqosalar, qani odam, qani dasturxon. Keling, men sizga bugun koreyskiy to'ylar qanaqa o'tishi haqida aytib beraman. Meni dugonam o'zini to'yga taklif qildi va to'yda kuyov koreys edi. Shuning uchun biz koreyskiy to'yga birgalikda boramiz. Koreyada to'y qilayotganda to'yona pulini bular boshqacha olishar ekan. O'zbekistonda biz qo'lma-qo'l to'yona pulini beradigan bo'lsak, Koreyada konvertga pulni solib, qiz tarafdan keladigan bo'lsangiz, qiz tarafdagi yashikka, bola tarafdan keladigan bo'lsangiz, bola tarafdagi yashikka pulni solishingiz kerak bo'lar ekan. Ana endi dasturxonga o'tishga o'tamiz. Dasturxonga o'tayotganda men xohlagan joyimga borib o'tiraman deb o'tirsam, bitta koreys menga qaradi, keyin men turib, men tanigan kelin oldiga borib maqatga o'tiraman deb so'radim. Koreyada shunaqa narsa bor ekan. O'zingizni ismingiz yozilar ekan stolga, o'sha ismingizni o'qib, misol uchun meniki 3-table bo'ladigan bo'lsa, 3-stolga borib o'sha yerda o'tirar ekanman. Dasturxonga e'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, dasturxonda suv va chashkadan boshqa hech nima yo'q. To'y boshlandi va shunaqa kelin bilan kuyovi yoshligidan boshlab hozirgacha bo'lgan vaqtlar bizga katta ekranlarda, Marry Me'larni katta ekranlarda ko'rsatishdi va kuyov nakar boshlandi. Koreyada birinchi bo'lib zalga kuyov kirar ekan, keyin esa nafosatli kelinimiz kirib kelar ekan. Uni buni qo'yinglar, eng zo'r narsa bu yerda artisti kerak ham yo'q ekan. Bu degani koreysi o'zi chiqib sahnaga bizga qo'shiq aytib berdi, koreychasiga qilib jonli ijroda. Respect. To'y qasamyotsiz bo'lmaydi. Shuning uchun kelin bilan kuyov bir-birlariga qasamyod qilib, va'dalarni berib, kelin tarafga alohida va kuyov tarafga alohida ta'zim qilishdi. Kuyov kelinga va'da bergandan keyin bizni oldimizda ham va'da berdi va biz suv ichdik. Men hech kimga ozor bermasdan jim o'tirgan qiz edim, lekin zaldan meni ismim chaqirildi. Qarasam, meni o'sha ssenaga tabrik bildirish uchun chaqirishdi. Men nima qilishni bilmasdan ssenaga chiqdim. Azizlar, ovoz bilan qo'yib bergim kelmadi, chunki nima deganimni o'zim ham bilmayman. Chunki o'sha zahotiyoq hamma koreyslar menga qarab turganda kallam ham ishlamadi, tilim ham aylangani yo'q. Ovqatlanishga o'tirdik. Koreyada ovqatlanishda 4-5 xil ovqat berar ekan. Shu ovqatlarni yeb, vino ichadiganlar vino, sharbat ichadiganlar sharbatini ichib, biz to'yimizni davom ettirdik. Koreyada odatda to'y 30 minutdan 1 soatgacha davom etadi. Bizning vaziyatda chet ellik bo'lganimiz uchun kelin taraf bizga juda ham ajoyib o'yinlar tayyorlab qo'ygan ekan. Biz mazza qilib, yangi o'rtog'im bilan tanishinglar, bu mening yangi o'rtog'im, to'yda ko'rishib qoldim. Birgalikda o'yin o'ynadik, rasmlarga tushdik kelin bilan va shunaqa qilib juda ham zo'r vaqt o'tkazdik. Shunaqa kichkinagina juda ham zo'r to'yga qancha pul ketdi, nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.